Bizning Aqto barında manda yomon qiz olib ekan, biz bilmay yuribdik deyman. Mushu Aqto nayimizdan mush qizolning qishig'i kelib, nayimizga 40-50% xaridorlar mush qizolni atoyatni izlab chiqar ekan. Ammo do'konning yo'g'onligi, pardaning esilligiga o'zingizmi hayron qolsiz. Necha yil bo'ldi do'konchilar? 10 yil bo'ldi. Siz misha ijod 10 yil bo'ldi. Bu nima noyiga ketmay bu yerda do'kon ijod qimmatga bog'lanmabsiz? Birinchi ijara qimmat, ikkinchidan xaridorning hozir besim yuqori. Shu azroqmi bo'lsa, bahada to'rek bo'lsa. Gapingizni tushundim. Ijaraning pulini pardaga chaplamay, ani eliflab xaridorni yojibni azlasam bo'ldi demoqchi. Shundami? Ha, shunday qildingiz. Bak, qizlar ham shagird. Ha, 15 ming 20 ming olsa shogirddan. Yaqin shagird yaqinmaymiz. Yaqinmamsiz? Ha, xo'sh, undalab qolsam, mush xonimni bildiganlar o'zingni bir penalchi yozib beringlar. Pardangni qandaroq tishdi? Ay, pardangni yaxshi tikkanmiganmi mezonzadi, shundami ya? Shunday qilib. Tilakasmaylimi? Men tilasa, men tilmaydanlikni ishimda chunki men chiqib qanday narozi. Men ataytni ketmamoq, nima ishlarni qilibsiz davran, pardangiz qo'yib chiqqan, cho'nkan bu do'kon. Do'konning o'rnini bilmaydiganlar uchun bildirishga, undan yana bir qism xaridorlarimiz var bunda. Pardanamay o'rinni obro'yini olgan. Barini qanchaklar tikalaydi deganliga qanchaklar tikalaydiganligimizni bildirmoqchi. Qanday bildiramiz? Dükkan perdelerimizden, dükkan yampağından, xaridorning uyini tatamabtoq vaqtida. Manbasini ben tatib ettiramiz mi? Tamam, kaç taqilib. Xo'sh, undalar qo'yib qolsak, men tikkan perdelarni o'zinglar ko'rdinglar, o'zinglar kelib bir ko'rib beqinglar. Asosiyati noyidan kelib mishaga nurg'un tushirtgan. Ham mush bir go'ngishida turib, pulal anima baring go'ngishim ketmayotgan. Ketishdan buramash do'qitlamkan jimozanning endi. Shunda bo'lsa-mo, lekin mishaga mushunda cho'ng do'kon qilib 10 dak shogirdni yetishtirib mingish, u oson gap emas. Ne olmasa ata-onasini ekirpamay degan gap. Seni javob ekirpadimi, o'zinglar kirdingmi? Ay, bu yer nima ish qilatinglar? Fuyalik qilamiz, 18 kun 2 ming ko'p pul berdi. Mush xonimning to'g'ri, to'g'ri. May to'g'ri gap. Unagini olsa, uningdan keyingilik yaxshi bo'ladi. Xo'sh, unda aloqa qilsa telefon nomeringizni. Telefon nomerim 130 761 415. Mushu, mishaga kelib, masalan, bir xaridor sizda parda oldi deyli. Parda bo'lgandan keyin pulni eng oxir to'lab bo'lib, sizda do'yinni ko'rgandim degan ekan. Nech pul tutasiz bunda? Deyish bo'lib, juma. Siz muhmaysiz, umi demaydi. Pul tutmay kanal soqqisak bo'ldi. Yo'q, tutmasin. 200 ko'ydi, 300 ko'y tutmas bo'ldi. Keldikmi? Chunki biz bahadek muvaffaq birimiz. Nurun xaridorlarimiz bo'ldi, maylini ko'rib, Qashqarni ko'rib, material o'xshash, pardan raqt o'xshash, süpt o'xshash, lekin baho farqi xili bor. Do'kon o'xshamaydi-ku. Do'kon o'xshamaydi. Baho farqi xil bo'lganligi uchun men bizni izlaydigan. Xo'sh, bunda deyli, masalan, men pardangizni chiroyli qilib, haqiqatan chiroyli qilib pardani. Bir xillik. Bu yil eng yangilik jipek pardamiz. Ishkirda keldi. O'rimchi ishkirda keldi. Ishkirda bevosita keldi. Ay, shu Qashqarga chiqmanim uchun men o'tiribda piraqi o'b yoqdi. Masalan, men pardani men sizdan 1200 ko'p deyish bo'ldim. Ay, eng talishib yurib 1200 ko'p dedim. Uning deyken mushnadan men siz do'yini ko'ydim, mesela o'tgansizlar 200 ko'p tutib olsa, keldingizmi? Xaridorimiz rozi qilish 200 ko'p tutib olmaydi. Hisob keldik. Numerozni topdingiz a? Xo'sh, unda olib qolsa, biyaning adresi. Biyaning adresi shunda olganda bizning Aqto Nayidan Barin bekat tarafga, uni Baringa to'liq mangan vaqtida Payshanba bozorga, so'lg'ima agilsak Payshanba bozorga, uzilmasak Payshanbadak mangan oraliqda 10 yil agilsak, mushu Pulal taraf bilan mang'il oldigan. Ana oyoq nima deymiz? Barin tarafimi. O nima qo'ygan? Turdadi, ha, Turdadi deymiz. Turdadi tarafga mang'il olgan bir yo'q. Mutlaq kelsak, o'ng qo'l tarafda nafs parda loyihasi edi. Rizangulga ismingizmi? Ha. Xo'sh. İsmi Rizangul xonimga undalab qolsa, mishaga kirib, mushning hammasi mush xonimniki. 10 yildan yoq misha tarixlik qilmoq oson emas. Xo'sh, bir tal yurak bo'lsa, xo'p, deb qo'ygan mush qizlar uchun.